Xitoyning Uyg'urlarga elib berayotgan irqiy qirg'inchiligi, jumladan madaniyat qirg'inchiligi davomlashayotgan bu vaziyatda Uyg'ur tili va madaniyatini saqlab qolishdek ta'xirsiz vazifani muhim o'ringa qo'ygan Uyg'ur akademiyasi 7-oyning 8-kuni Turkiya poytaxti Anqarada Uyg'ur tili va madaniyatini saqlab qolish xalqaro muhokama yig'ini ochdi. Bu xalqaro ilmiy muhokama yig'inining ochilish murosimi 8-iyul kuni tushdan burun o'tkazildi. Murasimda Uyg'ur Akademiyasining raisi Rishad Abbas apandi so'z qilib, bu yig'inning ahamiyati, nishoni va vazifasi haqida tushuncha berdi. Bütün dünya şahit bo'lib turgandek, Xitoy hukumati vatanimiz Sharq Turkistonda xalqimizga qarta irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat qilib beryapti. Shuning bilan o'xshash vaqtda Xitoy hukumati yana madaniy qirg'inchilik qilib berib, bizning tilimiz, dinimiz, madaniyatimizni tarsanadi. Şunun irqiy qirg'inchilik davomlashayotgan vaqtida biz kimligimizni qo'g'damay kerakki, hamma Uyg'urninki bosh egamaydigan majburiyati deb qaraymiz. Ma'lum bo'lishicha, bu xalqaro yig'inga 15 davlatdan 30 ga yaqin tashkilot va jamoat, 14 ona til maktabidan mutaxassislar, yetakchilar va o'qituvchilar qatnashgan. Yig'inning maqsadi Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va madaniyat qirg'inchiligining hozirgi ahvolidan ma'lumot berish hamda bu vaziyatda Uyg'ur tili va madaniyatini qo'g'dashda duch kelayotgan to'sqinlik va qiyinchiliklar, shundoqla uni qandoq yengish va hal qilishning usullarini tunishtirish ekan. Amerika Tinchlik instituti Afg'oniston va O'rta Osiyo tadqiqot bo'limi direktori Scott Warden so'z qilib, Uyg'urlar irqiy qirg'inchilikqa uchrayotgan vaziyatda Uyg'ur tilini qandoq saqlab qolish haqida ko'pchilikning bir yerga kelib, bu masalani muhokama qilish, tajriba almashtirish va o'zaro o'rganishining muhimligini bayon qildi. Shundaqla Uyg'urlarni saqlab qolish jihatda mavjud bo'layotgan ham kelgusida duch keladigan qiyinchiliklarni o'tirg'a qo'ydi. Osiyo masalalari bo'yicha demokratiya, kishilik huquq, hukumat ishlari maslahatchisi Brian Wood bu marosimda so'zga chiqib, Amerikadagi demokratiya, tinchlik va diniy erkinlik organlarining jumladan o'zi xizmat qilayotgan o'rinning Uyg'urlar uchrayotgan irqiy qirg'inchilik va madaniyat qirg'inchiligini davomli o'tirg'a qo'yib, jamoat fikri to'plab, uningga qarshi bo'shashmay kurash qilayotganligini va buni davomlashtiradiganligini bildirdi. Turkiyadagi Amerika elchixonasi ommaviy diplomatiya yordamchisi Viraj Libayli xonim Uyg'ur tilining qit'alar bo'yicha tarab ketgan Uyg'urlarni bir-biriga bog'laydigan muhim rishta ekanligini bildirish bilan birga Turkiyadagi Amerika elchixonasining Uyg'ur tili va madaniyatini qo'g'dash, Turkiyadagi Uyg'urlarning ovozini anglatish uchun ba'zi tirishchiliklarni ko'rsatib kelayotganligini bildirdi. Turkiya parlament a'zosi Doktor Seljuk Öztağ bu yig'inning ichilish murosimiga qatnashib so'z qildi. U uzoq tarixga ega Uyg'ur xalqining mayli qaysi davlatga borsin, o'zining an'anaviy madaniyatidan, tilidan ayrilmasligi kerakligini ta'kidlab, mundaq dedi. Dil kültür taşıyıcısıdır. Dil aynı zamanda ulus inşacısıdır, millet inşacısıdır. Til bir millatning madaniyatini qo'shadigan quroldir. Til bir millatning mavjudlik belgisidir. Sizlar 5000 yillik bir madaniyatning izbosolari. 5000 yildan buyon tilinglar, naqsh musiqanglar, san'atinglar, me'morchiliginglar va taom madaniyatinglarni saqlab keldinglar. Endi uni kelgusi avlodlaringlarga yetkazish majburiyatinglar bor. Mayli nega beringlar, tilinglarni hech unutmanglar. Uni sharaf bilan qo'llaninglar. Gittiğiniz her yerde ne olur? Dilinizi hiç unutmayın. Onu şerefle taşıyın. Ve halk oyunlarınızı. Türkiye Demokrat Partiyasining muavin boshlig'i Doktor Rifat Melih Aqtash so'zga chiqib, til va madaniyatni osmonasiya qilish O'rta Osiyo va boshqa rayonlarda hali ham mavjud ekanligini, buni to'xtatishga butun insoniyatning, dunyodagi cho'ng davlatlarning mutlaqo muvaffaq bo'lmaganligini tilga olgandan keyin Uyg'ur tili va madaniyatini qo'g'dashning oldingi shart ekanligini ta'kidlab, tilinglarni yo'qotsanglar, hamma narsanglarni yo'qotgan bo'lasizlar. Buning uchun qiladigan nihoyat muhim ishlar bor, dedi. Dilinizi kaybettiğiniz zaman her şeyi kaybedersiniz. Bunun için yapılacak çok ciddi ve önemli çalışmalar var. Yig'inning kun tartibiga asosan birinchi maydon muhokama yig'ini navbatdagi vaziyat, ya'ni Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi, milliy kimlik va madaniyat buzg'unchiligi temasida bo'ldi. Muhokamaga qatnashgan mutaxassislardan Amerika Kommunizm qurbonlari xotira fondi oliy tadqiqotchisi Adrian Zeniz Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan davlat xarakterlik hujumi haqida muhim faktlarni o'tirg'a qo'yib o'tdi. Adrian Zeniz so'zida 2015 yildan 2018 yilgacha nüfus ko'payishi
73% tüvellep ketken Uygurlarning 2019 yıldımı tug'ilish nisbatining davomli tüvelleganligini, Xitoy hukumatining Uyg'ur rayonining nüfus qurilmasini o'zgartib, Xitoy nüfusini ko'paytganligi, milyonlagan Uyg'ur nüfusining statistikalik ma'lumotdan chiqarib o'tilganligi va bu qirg'inchilikning hali ham davomlashayotganligini ko'rsatib o'tdi. Angliya Sheffield Universiteti Sharqiy Osiyo tadqiqot markazi lektori doktor David Tobin davlat halqagan irqiy qirg'inchilik haqida so'zladi. U Turkiyani o'z ichiga olgan 26 davlatda Uyg'urlarning o'xshamagan darajada Xitoyning kuzatishi, kontrol qilishi va tahdid solishiga uchrayotganligini, ko'p qism Uyg'urlarning buningga qarshi kurash qilayotganligini, ba'zilarining bo'lsa xatarga tavakkul qilolmayotganligini, ammo hech kimga undaq yoki mundaq deb baho berishga bo'lmaydiganligini o'tirg'i qo'ydi. We do have initially 16 staff at Washington office. Most of our staff members have been targeted. Their loved ones have been targeted by the Chinese government. Parents have been detained, disappeared. Erkin Asiya Radyosu Uyghur Bilimi Direktori Alim Seyitov Efendi, Erkin Asiya Uyghur Radyosu'nun muhaciratda yaşayotgan Uyg'urlarda o'ynayotgan roli, Xitoydagi irqiy qirg'inchilik jinoyatlarini oshkorlashga qo'shgan tuhfasi, shundaqla radioning Uyg'ur tilini qo'g'dash va ishlatishda ko'rsatayotgan ijobiy ta'siri haqida to'xtaldi. Turkiya Hacettepe Üniversiteti tarix fanlari dotsenti Doktor Erkin Ekrem Efendi Xitoyning Uyg'ur rayonida elib borgan bostirishining sabablarini bayon qilib o'tdi. Ege Üniversiteti Türk Dünyası Tadqiqot institutining professori Alimjon Inoyat Efendi bu muhokama yig'inida qilgan so'zida muhojiratda yashayotgan Uyg'urlarning o'z ona tili bilan shu davlat madaniyatini o'rganish o'tirisidagi munosabatni yaxshi bir taraf qilish kerakligini o'tirg'i qo'ydi. Uyg'ur akademiyasi o'tgan yil 12 oyning 9 kuni Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni munosabati bilan tunji qatim Amerika Jorj Vashingtonda irqiy qirg'inchilik davom qilayotganda Uyg'ur madaniyatini qo'g'dash haqidagi xalqaro ilmiy muhokama yig'ini o'tkazgan edi. Bu qatim Anqarada o'tkazilgan xalqaro ilmiy muhokama yig'inida Uyg'ur tilini saqlab qolish masalasi muhim tema qilingan bo'lib, Uyg'ur tilining Uyg'ur madaniyatini saqlash va uni joriy qildirishdagi hal qilg'ish roli alohida muzokara qilindi.